Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari. Bugun shunaqa bir yaxshi natija ko'rgan, Max Herbal mahsulotini ichib ijobiy natija ko'rgan mijozimiz bilan suhbat olib boramiz. Suhbatni to'liq holatini o'zlaridan so'rasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Max Herbalda qancha vaqt ichdingiz shunda? Bir oy ichdim buni. Men uzr qildirgandim. Endi gapingizni nima deydi? Uzr bo'laman. Tashxis o'zi nima edi sizda? Tashxis jigaringda yog' bosgan dedi. Keyin holsizlik shunaqa deb aytgandi. Bundan ichdim men. Virusli gepatitlar bo'lmagansiz, yo'q, lekin yog' bosgan. Yog' bosgan dedi faqat. Vaznni hisobiga. Shundayda, shuni hisobiga. Shuning uchun bundan ichib ancha vazn tashladim. O'zimni o'lchamadim-ku, ancha vazn tashladim. Hammaga tavsiya qilaman shuni ichishni. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Nima uchun sizda mana jigar atrofini yog' bosdi? Nima uchun ortiqcha vazn? Kam harakatlikda, shuning uchun-da. Har kun 10 ming qadam yurish yo'q. Yo'q-da, 10 ming qadam. Yo'q. Parhez qilyapman lekin hozir. Hozir parhezdasiz. Hozir parhezda. Lekin shu oldin nosog'lom turmushdan, Shundayda, noto'g'ri ovqatlanish. Shundayda, noto'g'ri ovqatlanishmi nimadan? Endi to'g'risini aytib qo'ya qoling. Mana bizning yurtdoshlarimiz ko'rib turibdi. Bular oshxonada ishlaydilar. Mana hozir mehmonga chaqirdilar ovqatlanishga. Oshxonalarga keldik. Baquvvat go'shtli ovqatlarni yeydilar bular. O'shaning uchun ortiqcha vazn bor. To'g'risini aytib qo'ya qoling. Shunday. Shuni hisobiga jigar atrofini yog' bosgan bo'ladi. Endi juda ikkilantiribdilar hozir. Hamma oshpazlarda ham shunaqa holat bo'ladimi, yo'qmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Hamma oshpazlarda ortiqcha vazn bormi, yo'qmi? Lekin men bularga aytganman, tushuntirganman. Hamma oshpazlarda ham jigar atrofini yog' bosmaydi. Jigar emulgatsiya funksiyasi buzilgandagina charbi yog'larda ko'p foydalanar ekansizlar. Shundayda, yog'lida go'shtli. Yog'li, go'shtli, baquvvat ovqatlar faqat. Shundayda. Bularda parhez taom yo'q ekan oshxonalarda hammasi baquvvat ovqatlar. O'zlari ham shunday iste'mol qiladilar. O'shaning uchun yog' bosish holati bor. Natijalar bilan o'rtoqlashing boshqalar. Mana biz eshitib turgan insonlar ham aynan ortiqcha vazndan aziyat chekayotgan insonlar ko'p. Nima, ularga shuni ichishni maslahat beraman. Yaxshi natijasi, zo'r, a'lo. Vazn tashlashdan tashqari mana aytardingiz oldin holsizlik, charchoq hammasi yo'qoladi. Terida qishlar bormi hozir? Yo'q. Terida qishlar. Ular ham yo'q hozir, hammasi yaxshi. Ichki kelish qanaqa? Yaxshi hozir. Ichki qotish holatlari yo'q, ichki qotish holatlari yo'q. Hazm qilishchi? Hazm ham yaxshi hozir. Demak, o'zbek milliy taomlari oshxonasidagi har qanaqa ovqat hazm qilib bera olasiz. Shunday, shunday. Juda ham yaxshi. Boshqalarga tavsiya qila olasizmi shu mahsulotni? Конечно, hammaga tavsiya qilaman. Mana shuni ichsa, обязательно foydasi bor. Natija ko'rgan inson sifatida. Xuddi shundayda. Allergiya holatlari bo'lmadimi ichgan? Yo'q, hech qanday allergiya, u nima deydi? Nojo'ya ta'sirlari umuman sezmadim men lekin.